Ajidani. Alo, bu itga olsammi? Dacha kelganmiz. O'rtoq, bugun bora olmayman. Smendaman. Buni ustiga bir sim pulim ham yo'q. Meningga qullag'im. Ani it kelmas ekan. $300 gaplashib qo'ydim, PlayStation, karaoke, bilet, sauna. Lipoy, короче, hamma tema bor. Tushunsanmi? Basseyn вообще katta. O'z zaklatini ham berib qo'ydim. Parod qilmalaringni. It bo'lib ketganlasan. Dachada men kelib olsanlarmi? Parod qilmalaring mana bularni oldida. Qayerda ekan dacha o'zi o'rtoq? Tog'ni boshida, Mayskida shundoq 14 kilometr Toshkentdan. Mayskida 15 kilometr shahardan. Buncha benziningni qizg'anasan. O'rtoq, to'g'ri uchun gazim yo'q-da, olganlaringda borardim, o'rtoq. Xafa bo'lma faqat. Afcharka birodam bir mashinada gruppada bo'lyapti-yu, dacha deb. O'rtoq, Telegramga qarashga vaqt bo'lmadi-da, eshitmay qolman. Qanaqasiga eshitmaysan? Vahima qilma, keyin safar boramiz, обязательно, brat. Nima qotposanlar o'zi? Otni biqinidan qo'l to'shorva qilib qo'yganman, kevrlaring tez-tez. Bunaqa ovqatlar yoqmaydi menga. Chiqmayman, короче. O'zi bor, eshik siqqan bo'lasan-da, короче. Bilaman, har bitta kruvda mana shunaqa toni temasi boshlansa, atmasiga qiladi, boshim og'riyapti, ko'tim og'riyapti deydigan bolalar bor. Mana shu videoni o'sha zot pastga tashlab qo'yinglar. Dachani egasi nomerini qoldiraman. Meni nomimdan chiqsanglar tekin, короче. Yagona o'zing